Lamin Yamalni kim kashf etgan? Ko'pchilik Yamalni Xavi kashf etgan deya hisoblaydi. Bu ham qandaydir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo Laminning haqiqiy iste'dodini eng erta payqagan murabbiy esa La Masia murabbiyi Ivan Carriero edi. U Yamalni 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida o'ynashiga o'zining ulkan hissalarini qo'shadi. Hattoki Yamal 5-6 yoshlik paytida ham u bilan birga ishlagan. Aynan shu murabbiy Yamalning texnikasi, ajoyib o'yin uslubi va o'zidan katta futbolchilar bilan shijoat bilan o'ynashiga yordam bergan. Ammo u qanday qilib La Masiyaga kelib qoldi? O'sha vaqtlardagi La Masia murabbiyi Jordi Roura La Masiyaga 4 yoshli Yamalning imtihonlarini a'lo darajada topshirganiga guvoh bo'lib, hech ikkilanishlarsiz uni o'ziga shogird qilib oladi. Aynan shu insonlar Yamalning Yamal bo'lishiga muhim rol o'ynashgan. Laminning 4 yoshidan hozirgi davrgacha ko'rsatgan yorqin o'yinlari, gollari, super harakatlari aks etgan hech qayerda topilmas videoni esa kanal opisiyanasida ko'rsatilgan Telegram kanalimga joylab qo'yibman. Hoziroq qo'shilib qo'ying va tomosha qiling.